Voy bolalar, qaranglar savol. 100 ni qanday songa bo'lsam 200 hosil bo'ladi? Hozir biz 10 li kasrlarni ko'paytirish va bo'lish mavzusini o'tyapmiz. 5 ga. 100 ni 5 ga bo'lsam 20. 20 ga bo'lsa 5. 100 ni qanday bitta songa bo'lsam 200 hosil bo'ladi. 5 ga bo'lsa bitta 0 qo'shib qo'yamiz. Yo'q. Qaranglar, mana yaqinlashyapsizlar-da. 5 ga bo'lib bitta 0 qo'shib qo'yapsan. Ashi 0 ni boshqa yerga qo'ysang 50 ga bo'lsa 2. Nechiga? 15. Malades. Demak 0,5 ga. Qaranglar, qiziq narsani qaranglar. 100 ni bo'laman 0,5 ga. 5 ga. Shunda javob 200 chiqadi, deyapman. Sabab. Qaranglar. Biz kasrlarni bo'lishda nima qilardik? 100 misol uchun. Bo'lingan mana bu 5 ni kasr shakliga bo'lsam 1 taqsim 2 mi? To'g'rimi? Endi mana bu kasr aylanarmidi? 100 ko'paytirilgan 2 tepaga chiqib 1 pastga tushsa, bu degani 2 taqsim 1 bo'lib qolarmidi? Buni 100 ni suratga ko'paytirib mahrajga bo'lib olishim kerakmi? Bu degani 100 ni 2 ga ko'paytirsam 200, 200 ni 1 ga bo'lsam javob 200. Demak, quyidagicha ekan. 100 ni qanday songa bo'lsa 200 chiqadi desa, tushunarlimi? 0,5 ga